alaykum qadrli traderlar. Sizlar bilan yana Eva Trade o'quv markazidan YouTube kanalida demak forex fond va kriptovalyutalarni tillalarni 50 to'lqinlari, Gantt texnikalari va smart moneylar bo'yicha analiz qilishda davom etamiz. Demak boshladik. Forex bilan boshlaymiz har doimgidek. Funt sterling demak dollar parasi bilan boshlaymiz. Demak funt sterling dollar parasida biz o'tgan safar mana bu tochkalarda edi bozori demak 5-to'lqin bo'ylab tepaga ketishini taxmin qilgan edik. Demak bu o'zini 100% oqladi. Demak bu yerdan so'laganda ham 350 punkt demak tepaga ketgan. Kim signalimiz bo'yicha demak bozorga kirgan bo'lsa tabriklaymiz. Demak D1 ga o'tadigan bo'lsak, D1 da biz hozir mana bunday holat kuzatishimiz mumkin. Men demak bozorni mana bu Y to'lqiniga demak borishni taxmin qilyapman. Shuning uchun demak kuzatishda davom etamiz. Demak keyingisi dollar yaponskiy yeni parasi D1 ko'rsataman. Demak D1 da bizda deb общий birinchi to'lqin ketyapti. Undan so'ng bozor demak korreksiya ketishi mumkin. Ikkinchi to'lqin bo'ylab va undan keyin yana уже 3-to'lqinga pastga korreksiya impuls kutamiz. Demak agar 1 soatlik o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da dollar yaponskiy yeni parasida ham mana o'tgan safar mana bu 3 burchakdan keyin agar Y to'lqin agar probit bo'ladigan bo'lsa, bozor pastga ketishini taxmin qilgan edim va bu ham o'zini 100% oqladi. Qariyb 200 punkt demak profit qilingan bunda ham. Demak yomon natija emas. Kim demak signal bo'yicha kirgan bo'lsa tabriklaymiz. Demak tillaga keldik, tillaga o'tamiz. Demak tillada bizada 1 soatlik time frame ko'rsataman. 1 soatlik time frame'da bizada oxirgi demak mana bu 5-F5 va 3 globalniy D1 dagi demak vannalar уже nihoyasiga yetyapti. Bundan keyin demak juda kuchli korreksiya ketishi mumkin. Orqaga как bu yerda demak o'sha William Gantt texnikasi bo'yicha kuchli urovlar bor. 5 minutlik o'tadigan bo'lsak, 5 minutlikda o'tgan safar mana bu yerda men signal demak taxmin qilgan edim. Bozorni demak tepaga ketishiga 5-to'lqin bo'ylab qariyb 1000 punktdan oshiq demak bozor tepaga ketdi. Kim demak signalimiz bo'yicha hozir ko'rsataman. Mana YouTube kanalida men taxmin qilgan edim. Mana bu joyi mana 3 burchak. Mana ko'rib turibsizlar demak o'sha mana 3 burchak joyi. WXY bo'lib bozor tepaga pastga ketishini taxmin qilgan edim. Xuddi shunaqa birga bir ishlab berdi. Va bize bitta demek zilta ochgan edim. Mana buy signal bo'yicha demek bu yerda ham 500-600 punkt demek profit qilingan. Demak bozorga qaytamiz. Keyingisi demek Bitcoin. Bitcoinda demek bizda hozir anaqa turganligi ABC уже to'lqin tugagan bo'lishi mumkin. Bizda ikkinchi to'lqin bo'ldi va bozor hozir уже 3-to'lqin bo'ylab o'sish demek tepaga ketishi mumkin yana. D1 da demek men 3 burchak tugadi deb taxmin qilyapman. Clean obrazning 4-to'lqin va bozori 5-to'lqin bo'ylab tepaga o'sishini taxmin qilyapman. Endi 100 ming dollarga demek bozor qaytishi mumkin. Nasdaqga o'tamiz. Nasdaqda demek D1 grafikida mana bu A to'lqin tugayapti. Bundan keyin B va C to'lqinlar pastga ketishini demek taxmin qilyapman. Demek like bosishni unutmang. Signallarimizga, kanalimizga obuna bo'ling. Mana 50 to'lqinlarda ko'ryapsizlar. Signallar ishlayapti. 500, 300 hattoki 1000 punktlar profitlar qilinyapti. Buning uchun 50 to'lqinlarni qanaqa razmetka qilish, qanaqa ishlatish kerakligini bilish kerak. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, onlayn va offlayn kurslarga qo'shilinglar. Telegram silkalarini qoldiramiz yoki adminga murojaat qilib kommentariyada yozishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'linglar.